Hürmetli kuzatuvchilarimiz, sizlarga aksiyani dadasini qilib beramiz, bombasini. Tikon'un narxida sizlarga 2003-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bilan Matiz mashinamizni qo'yib beramiz. Mashinamizning eng bir yaqqan joyi Matizlar bilasizlar, orqasida bagaj bo'lmaydi. Metan qo'yilgandan keyin bu mashina 2 dona 30lik metan qo'yilgan. Orqasini az ochib ko'rsatamiz yana. Üstüne narsa yükleseyizler ham bo'ladi yani. Yine 30'luk metan qo'yilgan, bu yerine o'zlaringiz qo'yib ketaverasizlar. Mashinaning texnik holatlari yaxshi, aybi defekti yo'q. Metan gazlari bor aytib o'tganimizning. Yine salon qismlari ham zakonli holatda. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 5-10% kraskasi bor. H9 mashinamiz. Generalniy devinnis ham beriladi yine. Toza nomerlarda. Strix kodlu. 20 milyon so'm aksiya bahada kelasizlar, ustunda savdolashib olib ketaverasizlar. Mashinamiz zo'r holatda. Shunda azonaz yangi borlik. Aytib o'tishimiz kerak. Rahmat, bizlarga podpiska bo'lib, bir like'larni bosib kuzatib ko'rishni unutmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar. Shunday aksiya bahada mashinalar xarid qilish uchun. Rahmat.